Fransiya o'yinida hozir xavfli burilish. Messi penalti tepmoqda. Messi. Yo'q, ura olmadi Messi. Hozir Mbappening gali penalti tepmish. Mbappe zarba. Gol! O'yin boshlanmadimi? 5 minutdan keyin boshlanadi. Aka turib ko'ramiz. Nima Real formasini kiyib oldingiz o'zi? Men Ronaldo yaxshi ko'raman. Ronaldo qaysi komandada o'ynaydi o'zi? Menga men Ronaldo yaxshi ko'raman. Voy, zo'r o'yin bo'ladi, lekin mana shu. Jana qiziq bo'lmaydi lekin. Nima? Ronaldo yo'q bo'pti. قدم ليو ميسي Gol! Gol! Qo'lida yaxshi bola kelmaydi, mana shunaqa penaltidan uradi bular. Ronaldo aka, baratadan gol uradigan. Gres. والثاني جول Ha, nima bo'ldi endi? Gol bo'ldi. Bu sxema deyiladi, taktika deyiladi. Tushundingmi? Ronaldo 5 taktik urardi, bitta o'zi aka. امبابي Gol! Hozir Messi shunaqa gol urganda oddiy gol uydi-yu. Menga aka, Messi chempion bo'lmasa bo'ldi. شوف الباس O, ana, mana tepada men baratadan qo'liga tegib turib gol bo'ladi. Gol. Mbappening yutug'i nimada bilasizmi? Yoshligida Ronaldo bilan rasmga tushgan bu. Voy, endi nima bo'ladi? Qo'shimcha minut bo'ladi. Chakagini o'chirib o'tirgan. Ronaldo bo'lganda qo'shimcha minutini qo'shib o'tirmadi. Qalay. Jonim bu Messi bo'ladi. Tanishib ol, jahon chempioni, Mbappechilar, Ronaldochilar, Neymarchilar. Shu bo'ladi, xo'p? Voy, brat. Hazillashdim siz bilan. Mana Argentinaman.